Salom do'stlar. Bugun sizga qanday qilib har qanday narsani boshqalardan 10 barobar tez o'rganish mumkinligi haqida qisqacha aytib o'taman. Yo'q, bu oddiygina konspektni ajratib yozing, fleshkart ishlating degan narsalar emas. Bu sizni o'zgartiradigan, hayotingizga kirib boradigan bilim haqida. O'sha men bunaqa tez qanday o'rgandim degan savolni o'zingizga beradigan darajadagi o'rganish haqida. Demak, boshladik. Ko'pchilik o'rganyapman deb o'ylaydi, lekin aslida ular faqatgina yig'ishyapti. Ya'ni turli xil sitatalar, skrinshotlar, foydali maslahatlar, foydali odatlar haqidagi informatsiyalar va hokazolarni ko'rib miyasiga hammasini yig'ib boryapti. Lekin biz bilamizki, 100 ta video ko'rish bu hali bilim degani emas. 5 ta kitob o'qish ham hali rivojlanish emas. Va aytilgan har qanday matnni shunchaki eslab qolgan bo'lmaysiz. Siz o'qiganingizni emas, foydalangan narsangizni eslab qolasiz. Haqiqiy o'rganish faqatgina 3 bosqichda bo'ladi. Birinchi qadam bu diqqatni jamlash yoki fokus. Rost ekaniga o'rganmoqchimisiz? Unda 5 daqiqa bo'lsa ham o'zingizni butunlay o'sha narsaga fokus qiling. Orqa fonda muzika yo'q, YouTube, Telegram, Instagram ochiq va multitaskingni ham bekor qilamiz. Faqat siz va o'zingiz o'rganayotgan narsa. Boshqa hech narsa shart emas. Ikkinchi qadam, o'z hayotingizga bog'lang. O'zingizdan so'rang, men buni bilgandan keyin hayotimda nima o'zgaradi? Qanday foydasi bor? Javob, hech narsa bo'lsa, siz demak o'rgangan emassiz. Shunchaki yana bir ideya yig'indisini orttirgansiz. U qanday keyin unutiladi. Uchinchi qadam esa amalda qo'llang. Xato bilan bo'lsa ham, to'g'ri bo'lmasa ham, 5 marta noto'g'ri qilsangiz ham, bu juda ham zo'r. Amalda qo'llashni to'xtatmang. Noto'g'ri boshlash bu o'sishning boshlanishi hisoblanadi. Boshingizdagi narsani hayotga olib chiqing. Aks holda bu shunchaki yana bir qog'ozda qolgan g'oya bo'lib qoladi. Va yana bir qadam bu qolganlarga ham o'rgatishga harakat qiling. Do'stingizga ayting, ukangizga tushuntiring, kamera oldida gapirib ko'ring. Farqi yo'q, istalgan usulni qo'llab ko'ring. Lekin eng asosiysi kimgadir bu narsani tushuntirishga harakat qiling. Chunki tushungan odamgina boshqalarga osongina tushuntira oladi. Tushuntirish bilimni yanada haqiqatga aylantirish bosqichidir. Qayerda bo'shliq borligini aynan mana shu paytda bilib olasiz. Eslab qoling, hammamiz aqlli bo'lishni xohlaymiz. Lekin haqiqiy ustalik ko'p bilishda emas, balki mavzuni chuqur tushunishdadir. 1 soat o'rganish, unda 2 soat amaliyot. Gapiring, mashq qiling, xatoga yo'l qo'ying, tuzating va yana bir bor o'rganib ko'ring. Shuning bilan bugungi videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Umid qilamanki, sizga ushbu video foydali bo'ldi. Agar sizga yoqqan bo'lsa, like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat.